Bu ko'rib turganinglar lift uslubida ishlaydigan gruzovoy podyomnik. O'zini eshiklari bor, demak avtomatikasi bor. Platformasi 120 ga 120, bitta poddon ko'tarishga mo'ljallangan. Ikkinchi etajga 1 tonnagacha yuk ko'tarishga mo'ljallangan bo'ladi. O'zini avtomatikasi bor, tepaga knopka, pastga knopka, avariyka knopka va eshiklari ham ochuv holatida ishlamaydi, konseviklari bo'ladi. Demak, hozir ishlashni ko'rsatib beraman. Tepaga bosamiz. Ko'tarilib ketyapti. Mana shu platforma 120 ga 120 bo'ladi. Bitta poddonni ro'xla-po'xlasi bilan olib kirsa bo'ladi. Tepaga ikkinchi etajga ko'tarib beradi. Любой непонятный situatsiyada avariyka knopkamizni bosib yuborsak to'xtaydi. Bundan tashqari avariykani yoqmagunimizcha ishlamaydi. Avariykani yoqqanimizdan keyin yana ishlatsak bo'ladi. Avariykani yoqqanimizdan keyin. Undan tashqari eshik ochuv holatida, misol uchun tepada bo'ladi, eshik ochuv. Mana eshikni ochdim, to'xtadi. Eshik ochuv holatida ishlamaydi. Ikkinchi etajdagi buddimiz любой avariyli situatsiyada eshiklarni ochib yuborsak bo'ladi. Обязательно oxiriga borgandan keyin tepaga hozir chiqarib ko'rsatib beraman. Обязательно oxiriga borgandan keyin pastda tepada eng крайний точкасida o'zini konseviklari bor, o'zi avtomatik ravishda to'xtaydi. Mana bu yerdan yuk bemalol olib kirsa bo'ladi. Bu yerda mana yuklarimiz saqlanyapti. Yandex Lavka korxonasi uchun o'rnatilgan gruzovoy podyomligimiz ikkinchi etajga 1 tonna yukni olib chiqishga mo'ljallangan bo'ladi. Eshiklari ochuv holatida, knopkani bossam ham ishlamaydi hech qanaqa. Bundan tashqari avariyka knopkasi ham bor. Bemalol любой avariyli situatsiyada ishlatsa bo'ladi. Demak, tepasiga 1,5 tonnalik telfer o'rnatilgan, polniy avtomatika qilingan. Kimgaki shunaqa xizmatlarimiz kerak bo'lsa, nomerlarni qoldiraman. Nomerlarga aloqaga chiqishingiz mumkin. Maslahat uchun telefon qiladiganlar iltimos soat 8 gacha telefon qilinglar. Soat 1:30 kechasi telefon qiladiganlar ham bor. Iltimos unaqa qilmanglar. Salomat bo'linglar, bizga obuna bo'linglar, videoga like bosinglar.